Shakllanib borayotgan bozor munosabatlari sharoitida aholini, ayniqsa yoshlarni bandligini ta'minlash ham ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Jumladan, Dehqonobod tumanida yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Yoshlar bandligini ta'minlash, ishsiz fuqarolarni mavjud bo'sh ish o'rinlariga yo'naltirish hamda bitiruvchi yoshlarning mehnat bozoriga kirib borishiga ko'maklashish maqsadida o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tuman hokimligi, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi hamda yoshlar ishlari bo'limi hamkorligida tashkil etildi. Yarmarkaga 150 nafarga yaqin ishsiz, uyushmagan va bitiruvchi yoshlar hamda bandligi ta'minlamagan fuqarolar jalb etilib, tumandagi 23 ta davlat tashkiloti va xususiy korxona jami 225 ta bo'sh ish o'rni bilan ishtirok etishdi. Shuningdek, fuqarolarga mavjud vakansiyalar, ish sharoitlari va ishga qabul qilish talablari haqida batafsil ma'lumotlar ham taqdim etildi. Dehqonobod tuman hokimligi va tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi tashabbusi bilan bugungi kunda bitiruvchi yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida mehnat yarmarkasi tashkil qilindi. Mehnat yarmarkasiga 50 dan ortiq ish beruvchilar va 200 dan ziyod bo'sh ish o'rinlari taklif qilinyapti. Asosiy maqsadimiz yoshlarni ish bilan ta'minlash. Bundan tashqari yangi ikkita platformamiz bor. Oson ish dasturi va Meni ishim dasturi asosida kelgan yoshlarga hozirgi kunda ko'rsatamiz. O'sha uydan turib bo'sh ish o'rinlariga zaявка tashlab ishga joylashtirish, ishga kirishlarni to'liq tushuntiryapmiz. Xususan, yarmarka davomida 20 nafardan ortiq fuqaro ishga qabul qilish bo'yicha saralash va imtihon jarayonlaridan o'tkazish uchun qabul qilindi. Bundan tashqari 12 nafar fuqaroga davlat tashkilotlari va xususiy korxonalardagi mavjud ish o'rinlariga joylashish uchun yo'llanmalar berildi. 9 nafar fuqaro esa mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb-hunarlarni egallash uchun kasbiy ta'limga yo'naltirildi. Mana bugun Dehqonobod tumanida bo'sh ish o'rinlari bo'yicha yarmarka tashkil etilgan ekan. Bizlarda 20 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari mavjud. Shu bo'sh ish o'rinlariga bugun yarmarkada 30 dan ortiq yoshlarimizni hujjatlarini qabul qildik va imtihonlarga taklif qildik. Imtihonlardan o'tgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlaymiz. Mazkur yarmarka ish izlayotgan fuqarolar va ish beruvchilar o'rtasida bevosita muloqotni yo'lga qo'yish, yoshlarning bandligini ta'minlash hamda ularni doimiy daromad manbaiga ega qilishga ko'maklashishga xizmat qildi.